Shaharning eng elita mahallasi hisoblangan Ko'kko'cha Oqlonga bugun video obzorga keldik o'rtoqlar. Shohjahon tumani 5 qozon qilib orientir berishyapti. 3.2 sotuv yer maydoniga ega, umumiy kvadratura bo'lsa 420 kvadraturani tashkil qiladi. Umumiy qavatli soni 3 qavatni tashkil qiladi. Uyimizni hovli qismidamiz ko'rib turgan edik. Uyimizni tashqarisida mashina uchun ikkita joy bor. Undan tashqari zeleniy zona qilib qo'yishgan. Uyimizning ichida bo'lsa bitta mashina uchun joy mavjud. Fontanlarimizni zeleniy zona uchun zonalar qilib qo'yishgan. Bu yerda bo'lsa besedkalarimiz ham mavjud. Ko'rib turgan edik, ya'ni besedka uchun shunaqa ajoyib manzarali joy qilib qo'yishgan. Bu tarafda yozgi oshxonamiz va albatta uni yonida bo'lsa hovli uchun mo'ljallangan hojatxonamiz ham mavjud. Uyimizda bo'lsa oppoqqina fasaddan tashkil topgan bo'lib, o'zini shunaqa balkonlari ham mavjud o'rtoqlar. Uyimizda eksklyuzivniy interyer dizayn asosida qurilgan bo'lib, boshqa uylardan ancha ajralib turadi. Ham sifat jihatidan, ham dizayn jihatidan. Video davomida bunga o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. 6 xonadan tashkil topgan shunaqa ajoyib uyimizda kirgan yilida chap qo'limizda gostinniy zonamiz mavjud. Bu yerda podstavkalar ham qo'yib qo'yishgan, уже televizorlar ko'rib bemalol hordiq chiqarsanglar bo'ladi. Kirgan yilida o'ng qo'lda bo'lsa shunaqa kattagina oyna qo'yib qo'yishgan sizlarni udobstvelarni o'ylab, chap qo'limizda bo'lsa garderobni shkaf joylashgan. Yana dальше yurganimizda chap qo'limizda ikkinchi qavatga chiqish va podvalga tushish. Podval qismini qisqacha to'xtalib o'tsam, katta hol yoki zal sifatida foydalansanglar bo'ladi va albatta kotelnimiz mavjud. Undan tashqari kotelna orqali hovli qismidan uy ichiga kirish mumkin. Umumiy hisobda birinchi qavatda bitta zal, bitta yotoqxona, bitta oshxona va yuvinish xonasi mavjud. O'ng qo'ldan boshlaydigan bo'lsam, ayollarimiz uchun eng maxsus xona deydi-ku. Oshxonamizda joylashgan, o'zini mebellari bilan birgalikda. 100% sifatiga javob berishadi xudo xolasa. Juda ham idealni qilib qurilgan. Birinchi qavatdagi umumiy yuvinish xonasi, bedaylari, sanuzel, undan tashqari hojatxonasi va albatta shunaqa to'shavayalari mavjud o'rtoqlar. Juda ham chiroyli did bilan qurilgan uy ekan. Bu bo'lsa birinchi qavatdagi yana bitta asosiy xonalarimiz hisoblanadi. Bu yerda bemalol 20-25 ta mehmonlarni kutib ola olasizlar o'rtoqlar. Va birinchi qavatdagi eng oxirgi xonamiz bu yotoqxona hisoblanadi.